Homiladorlik paytida ko'pchilik bitta gapni eshitadi. Ko'proq ovqat ye, ikki jon uchun yeyapsan. Lekin savol, haqiqatdan ham organizmga shunchaki ko'proq ovqat kerakmi yoki bu davrda tananing ehtiyojlari ancha murakkabmi? Tibbiyot nuqtai nazaridan tug'ruqdan keyingi davr inson organizmi boshdan kechiradigan eng keskin o'zgarishlar davri hisoblanadi. O'z-o'zini unutib, faqat chaqaloqqa e'tibor qaratish ko'plab yosh onalarning eng katta xatosidir. Nega deysizmi? Chunki bo'sh idishdan boshqalarga suv quyib bo'lmaydi. Bugun biz ayol organizmi tug'ruqdan keyin qanday tiklanishi, tanada qanday ilmiy jarayonlar yuz berishi va bu davrni asoratsiz o'tkazish sirlarini tahlil qilamiz. Tug'ruq bu organizm uchun juda katta jismoniy zo'riqishdir. Keling raqamlarga yuzlanamiz. Tabiiy tug'ruqda ayol o'rtacha 300 dan 500 millilitrgacha qon yo'qotadi. Kesarcha kesish amaliyotida esa bu ko'rsatkich 700 millilitrdan oshishi mumkin. Bu oddiy yo'qotish emas, qon bilan birga organizmdagi eng muhim zaxira feritin chiqib ketadi. Temir hujayralarga kislorod tashiydi. U kamaysa, miya va mushaklar kislorod ochligida qoladi. Ertalab o'rnidan tura olmaslik, nafas qisishi va soch to'kilishi anemiyaning ochiq belgisidir. Tug'ruqdan keyingi dastlabki 48 soat ichida ayol tanasida noyob hodisa yuz beradi. 9 oy davomida yuqori bo'lgan progesteron va estrogen gormonlari birdaniga 90% ga pasayib ketadi. Bu keskin o'zgarish asab tizimiga va qalqonsimon bezga og'ir yuk bo'lib tushadi. Estrogenning pasayishi miyada baxt gormonlari ishlab chiqarilishini sekinlashtiradi. Ayollarning 70-80% da kuzatiladigan sababsiz yig'lash, qo'rquv va asabiylashish irodasizlik emas, bu to'g'ridan to'g'ri gormonal fonning qayta qurilishidir. Bu jarayonda miyani qo'llab-quvvatlash uchun omega-3 yog' kislotalari o'ta muhimdir. 2011-yilda Journal of Affective Disorders xalqaro nashrida chop etilgan tadqiqot shuni tasdiqladiki, omega-3 qabul qilgan onalarda tug'ruqdan keyingi depressiya belgilari sezilarli darajada kamaygan va kayfiyat barqarorlashgan. Tug'ruqdan keyingi eng katta energiya talab qiladigan jarayon bu ona sutining ishlab chiqarilishidir. Sut ishlab chiqarish uchun ona tanasi kuniga taxminan 500 qo'shimcha kaloriya va katta miqdorda suv sarflaydi. Lekin energiya bilan birga eng muhim elementlar kalsiy va magniy ham sarflanadi. Bola sut orqali o'ziga kerakli minerallarni tortib oladi. Agar onaning ovqatlanish ratsionida bu moddalar yetishmasa, organizm sut sifatini tushirmaydi. Buning o'rniga u yetishmayotgan kalsiyni onaning o'z suyaklari, tishlari va sochlardan ajratib olishni boshlaydi. Tug'ruqdan keyin tishlarning mo'rtlashishi, bel va tizzalarda qaqshab og'rishlar kalsiy zaxirasi tugayotgandek darak beruvchi ochiq signaldir. Tug'ruqdan keyingi bu murakkab ehtiyojlarni qoplash uchun organizm og'ir kimyoviy preparatlarni emas, balki hujayrani oziqlantiruvchi 100% tabiiy vositalarni talab qiladi. Aynan shu davrda Sunnah Products sizga ilmiy asoslangan va xavfsiz tabiiy kompleksni taklif etadi. Mo'jiza premium asalari suti va toza asal. Ushbu noyob mahsulot ona suti ishlab chiqarilishini tabiiy rag'batlantiradi va tunlari uyqusiz qolgan onaga toza energiya beradi. Zig'ir yog'i tarkibi omega-3 ga o'ta boy bo'lgan bu mahsulot miya faoliyatini yaxshilaydi, asabni tinchlantiradi va bolaning aqliy rivojlanishi uchun sut sifatini oshiradi. Palma gulchangi yo'qotilgan qon hajmini tiklash, tabiiy temir va foliy kislotasi o'rnini xavfsiz to'ldirish uchun eng kuchli tabiiy manbadir. Zanjabil tip, zanjabil va asal bo'g'im va mushaklardagi og'riqlarni yengillashtirish, yallig'lanishni olish va immunitetni qo'llab-quvvatlash uchun ideal yordamchi. Eslatma, qora sedana yog'i kabi kuchli vositalarni emizish davrida qo'llashdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashishni tavsiya etamiz. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimiz: tug'ruqdan keyingi tiklanish o'z-o'zidan va e'tiborsiz o'tib ketadigan jarayon emas. U mehr, to'g'ri oziqlanish va oqilona yordamni talab qiladi. O'zingizga g'amxo'rlik qilishdan tortinmang, chunki farzandingiz birinchi navbatda sog'lom va baxtli onaga muhtojdir va bu yo'lda tabiatning o'zi sizga eng yaxshi yordamchilarni taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va uni boshqa yosh onalarga ulashing. Kanalimizga obuna bo'ling va sog'lig'ingizga oid bilimlarni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.